Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. Yana bir qatımlıq İslam və Biz proqramımızın 85-ci sanını görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmənlərimiz, həmənlər məlum bolğandak biz İslam və Biz proqramımızı başlayan gündən tatib ta bugün gününəcə hər bir müsəlman çoxum dinidəki dində roşan, aniq düşünüş kerak bolğan temalarni məzmunlarını ayrım tema şekilde huzuruna sunup kilovatımız. İnşallah Rabbim ömür bergen müddetçe devamlaştırırız. Hem de bugünkü programımızda biz tünügün elanımızın bergendek aşk kullukunu hal qilish çağırdır degan tema to'xtalganligimizin dedik. Elbette biz bu aşk kulluk meselesi to'xtalayotgan degan 3-cü sanğa kelib qoldik. Bir-birisiga munosabatli bo'lganligi uchun to'xtalayotimiz. Elbette bu program, ilgili programla en başta ben aşkulluq degan temaga kirgan vaqtimizda quluqimizga bir xil g'ayri tuyuldiganligi bo'lib vatanda Xitoyniki davomli bizning hamma narsamizni aşqun, diniy asabiylar degandek bu sifatlar atganligi uchun bizga g'ayri tuyulib qolishi mumkin deb degandim shu vaqtida. Bizniki faqat dinimizdagi haddini oshgan tushuncha, islomga to'g'ri kelmaydigan tushunchalarniki tüzülüşü kerak bo'lgan masalalarni to'xtalganligimizni degandim. İnkaslardan ba'zi qarindoshlar inkas bildigan bo'ldim shu so'zga. Bu so'zni ishlatmay aşqulluqning o'rniga boshqa bir so'zni ishlatgan bo'lsanglar degandek inkaslarni kelibdi. Oxirdagi o'tgan soatdagi programmamizda hattoki jihoddan to'sqanlik babida ham tushunilib qolgan xato tushunish, to'liq anglamaganlikdan yoki qandaq bu şekilde hata düşünüş bo'lganligini his qilgan bo'ldik. Albatta bugungi sonimizda buni biroz ochamiz. Aldi bilan programmamizning tayinliq mehmoni hurmatli ustoz Abdurahmon Jamolni Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi shuningdek Dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamolni qimmatli vaqtini chiqarib programmamizga qatnashib berganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Allah razı olsun. Qadirli görürmənlərimiz, programımız YouTube və Facebook kanallarımız arqalıq naq meydandan tarixliyotdu. Ekran aldı çıxıb duruyotqan nömrümüz, şundaqla ictimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqalıq programımızga əlaqədar hər qandaq fikir təklif bolsa berişinizləri ümid qılırıq. Şundaqla köplügən qarindaşlarımızdan faydalanış üçün həm bəhrləb qoyuşdan həm unutmaysızlar. Onda olsa başlap ketsək temamizni bilən aşqulluqni hal qilish çağırılırıq. Başlam mən hazır proqram kirişi degəndək bazı bir hata düşünceler bo'lgan bo'ldi. Şu aşqulluqdan agahlandırış. Hatta ki bunu ham devdi qadirli ko'rmalarimiz. Xitoylar davomli albatta aşqulluq degan bu söz, bu ibora biz davomli nafratlanib kelgan bir so'z bo'lganligi uchun. Chunki hamma narsamizni aşqulluq, asabiy kuchlar u bu degandek bostirib kelgan Xitoy vatanda biz uni anglab, buni quluqimiz zerikib jirib ketganligimiz uchun bizga mayada ishlatgan vaqtimizda g'ayri tuyulib qolgan bo'lishi mumkin. Albatta bu dinimizda tilga ilingan masala ustoz buni so'zlab o'tdi hamdi. Al-ifrat va tafrit deb buni zaten bizning tilimizga tarjima qilsakmi, shunga yaqin eng yaxshi ifodalash mushu so'z bo'lsa kerak. Xitoy hamda hozir diniy asabiy unsurlar, diniy asabiy kuchlar deb kerak uni tilga oldi hamdi. Bu shaklda bastırışqa tirişidamdı Xitoy. Şunun üçün bu ikisini butunlay Xitoy bilan o'xshash bir so'zni ishlatdi degandek xato tushunilmasligi ham kerak deb qarayman. Endi mana shu aşqulluqdan ogohlantirish jihatdan to'sqan bo'lamdi degan savoldan kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hem sana peygamberimizge dua salamlar olsun. Mukaddimede deyilgendek bu aşqulluq degan so'zni gerçi düşmanımız işletken bo'lsa-mu, biz düşmanımızdanki maqsad qilgan doirasiga qilib kirmaymiz. O maqsad emas. Çünkü Xitoy tajovuzchilarga yoki mustamchiliklarga nisbatan bizniki musulmon bo'lib turganligimiz aşqulluq hisoblanadi. Shunga bu Xitoylarning degani bilan qilch aloqasi yo'q. Bizning bu yerda aşqulluq deganimiz, birinchi temada deganimizdek, la tag'lu fi dinikum degan bu oyatni dalil keltirdik. Endi hadis şəriflərini buna delil keltirdik. Qarindoshlar murojaat qilsa bo'ldi. Ya'ni Qur'on sunnatning ko'rsatmasidan halqib ketish, chatnab ketishdan kelib chiqqan aşqulluq haqida to'xtalamiz. Qur'on sunnatning mezonidan oshirib o'tgan aşqulluq haqida to'xtalmoqchi. Endi aşqulluq degan bu hukm aslida fikriy burilishdan
tushuncha va metod xatoligidan kelib chiqadi. Asli manbasi bu. Siyosiy zulm, siyosiy besim, erkinlik, bermaslik o qo'shimcha sabablar. Asli sabab fikri buruluş, Qur'on sunnatning ro'yidan chatnash, tushunchada Qur'on sunnatning ro'yini sog'lom, shumuliy holatda o'lchimi bilan tushunolmaslik va tutib mangan yo'lninki xatoligidan kelib chiqadigan bir atalg'u. Shunga oshqullikni davolashdan chorasi asli manbasi bo'lgan fikriy burilish, tushuncha burilishi va metod xatoligini isloh qilish markazi lazım. İştinki asli manbasi mishadi. Agar fikr islohati, ideya islohati boralsa, tushunchadagi xatoliklar, ya'ni Qur'on sunnatning ro'yiga uyg'un kelmaydigan tushunchalarni tozalab chiqara olsak, u vaqtida bu oshqullikdan qutulgan bo'lamiz. Xo'sh. Albatta bu fikr va tushunchadagi oshqulliklarni ochqanlik yoki musulmonlarni bu xatolikdan ogohlantirganlik hargizmi cihatning farzligi va cihatning qiyomat kun qadar davomlashadigan bir ibodat ekanligi bilan hech aloqasi yo'q. Cihat ayrim bir ish, bu oshqullik ayrim bir ish. Chunki cihat islom va musulmonlarni qo'g'dash uchun hamda zolim va diktatorlarga yoki tajovuzchi va mustamlikchilarga taqobil turish uchun har bir musulmon qilish tegishlik farz bir ibodat. Bu qiyomat kun qadar davomlashadi. Har qanday bir musulmon bu jihatniki bir yer cho'qim bo'lish lozim. Ya qurolliq jihatda, yoki aqliy jihatda, yoki fikriy jihatda, yoki qalam jihatida, yoki iqtisodiy jihatda, yoki boshqa doirada, sanoat jihati deydi, bir yer cho'qim bo'lish lozim. Xo'sh. Ammo oshqullik kelsak, bu oshqullik Qur'on sunnatning ro'yidan chatnab ketish demakdir. Qur'on sunnatning ro'yidan burilib ketish demakdir. Qur'on sunnatning ko'rsatmasidan halqib ketish demakdir. Shunga Qur'on sunnat ro'yiga uyg'un jihad qilish uchun, jihatni Qur'on sunnatning ro'yiga uyg'unlash uchun fikrimizdagi oshqulliklar, tasavvurimizdagi oshqulliklar, tushunchamizdagi va tutgan yo'limizdagi bu xatoliklardan saqlanish to'g'ri keldi. Shunga biz bu oshqullikdan iborat bu xatolik haqida gap qilgan vaqtimizda bu illat bo'lmagan qarindoshlarningki buni o'ziga elib olmasligini umid qilamiz. Shuningdek, ba'zi bir kishilarda bu illat o'zida bo'lgan bo'lsa, bu illat Qur'on sunnatga zid bo'lgan bir xatolik bo'lganligi uchun tavba qilib, to'g'ri yo'lga qaytib olsa, o'ziga mi foyda, millatga mi foyda. Agar o'zi bo'lmasa, u kishi o'ziga elib olmasa bo'ladi. Çünkü biz muayyen bir adamninki ismini bermedik bu yer. Xo'sh. Endi bunga qo'shimcha qilib deymizki, oshqullik bilan jihad munosabati haqida olimlardan birasi shar'iy bir maqsad uchun yoki buyuk haqiqiy siyosiy manfaat uchun muayyan yurtga yoki muayyan bir diyorga jihadga bormasanglar yaxshi, bormanglar. Bu payda ekkenmeydi, belki ziyan ekkildi degan bo'lsa, bu hergizmi cihatning farzligini to'sqanlikni ifodalaydi. Çünkü cihatning farzligi ayrim bir masala, qiyomat kungacha hech kim bunga g'ingpin qila olmaydigan masala, ham zamon munosabati bilan, makon munosabati bilan, siyosiy dunyo vaziyati bilan hozir bu ish qatnashmas. Ya'ni boshqa bir yerga berish bormaslik bu ayrim masala. Ammo o'zimizning diyorida, o'zimizga munosabatlik ishda bizga birinci derecelik düşman deb qaralgan düşmanga davomliq jihad olib berish, kurash qilish bu imoni, milliy, insoniy majburiyat. Bu ayrim bir masala. İkinci bir mulohaza, bir olim bir yurtdagi jihad maydoniga qatnashmoqlar degan bo'lsa, jihadni to'sqanligini ifodalaydi. Balkim bu olim siyosiy bir payda ziyanını ölçügen bo'lishi mumkin yoki u ishninki shariatninki manfaatiga, maqsadlariga uyg'un kelmaydigan bir tarafini ko'zlagan bo'lishi mumkin. Uchinchi bir mulohaza borki, deymizki, olimlardan birasi biror tashkilot sizlar qatnashmanglar, bularning bayroq osti jihad qilmanglar degan bo'lsa, bu hargizmi faqat jihad qilmanglar deganlarni ko'rsatmaydi. Yoki boshqa tashkilotlar bilan jihad qilmanglar degan bu hukmni ko'rsatmaydi. Belkim alim şunu tosqan bo'lsa, u aqimning yoki u jamoatning, u tashkilotning fikrdagi xatolik
yoki oshqulliq yoki ma'lum sababdan to'sqanlikni ifodalaydi. Shunga bu yerda bu oshqulliq cheksa, buni jihodga chetib olganlik bu insofsizlik bo'ldi. Xo'sh. Rahmat, Allah razı olsun. Hamda biz bugün şundan bir davrda yaşayotimiz hamda bugün fikir erkinligi u degandek har qanday ma'na nisbatan qarshi tarafning fikri masalan o'tgan 2 qatimliq soati so'zlangan masalalar hamda fikir umi bir bizga nisbatan badidni oshgan bir fikr bo'lsa-mu, uningga nisbatan bir fikr, men fikrimni o'tirib qo'ydim. Bu mening erkinligim degandek so'zni o'tirib qo'yishim mumkin edi. Bizlarningki oshqullikning xatiridan ogohlantirish nima uchun muhim shuncha? Oshqulliq ahli sunnaninki yo'lidan chetnab ketganlikdan kelib chiqqan bir illat. Xatar yoki mushkul. Oshqulliq ahli sunnaninki vasatiyat o'ttirhallikni asos qilgan yo'ldan chetnab ketganlikdan kelib chiqqan bir chataq. Şuna bu oshqulliq illatini yoki xavarij fikrlarini isloh qilish uchun, ya'ni buni yo'qotish uchun yoki buni taqobil turish uchun, buni mustahkam qadamda turish, hargiz buni bel qo'yib etmaslik bir qism oshqullarning ta'tu gaplari bilan yoki axloqsizlik bilan yoki noinsofsizlik sababidan bel qo'yib etmaslik bir qism gunoh ma'siyatlarga taqobil turganlikdan muhim o'rin turdi. Masalan, zinani misol qilaylik. Ig'ir jinoyat gunoh. Haraqni misal qalayli, ig'ir günah. Adam öttürəşni misal qalayli, en ig'ir günahlardan birisi. Tuhmat chaplash deydi. Bu yerda fikri oshqulliq, tasavvurdagi oshqulliq bu axloq krizisidan ig'ir bir masala. Ig'ir ofat. Buni o'tgan qatimdagi kollektiv halqada o'ttirib qo'ydim. Nima uchun bu yerda oshqulliqdagi bu xatarga taqobil turishda ching turish gunoh ma'siyatlar ching turishda muhim o'rin turdi desa, chunki bir qism gunohning ta'siri buyuk bo'lsa-mu, masalan zinoga o'xshash deylik. Lekin shu xatolikni sodir qilgan inson o'zininki ketayotgan yo'lida yoki hayot yo'lida yoki to'g'ri yo'ldagi o'zining daftariga yozilgan bir qirchiq hisoblanadi. Zina ig'ir jinoyat bo'lsa, islomning nazarida ig'ir bir jinoyat, ig'ir bir gunoh. Birisi hidoyat yo'lda, to'g'ri yo'lda ketib o'tib, shaytonning kayniga kirib zina qildi, fohish qildi. Bu ash odamning daftarida bir qarchilik paydo qildi. Gunohkor, asi Shu shaxsning o'ziga paydo qildi. Endi oshqulliq bo'lgan bo'lsa, to'g'ri yo'ldan chetnab ketish, chiqib ketishni ko'rsatadi. Ikkisidan farq. Oshqulliq to'g'ri yo'ldan chetnab ketganlikni ko'rsatadi. Gunoh, kabair olsun, cho'ngroq olsun, bu to'g'ri yo'lda ketib o'tib, o'ziga bir chekit paydo qilib olganlik, xatolik, ma'siyat paydo qilib olganlikni ifodalaydi. Shunga gunoh sodir qilgan odamga chiroyli usulda bu gunohninki ziyonli taraflari, xatarlik taraflari tunishtirilsa, uning tizlam tavba qilib, to'g'ri taraf qaytish ehtimoliyati yuksak. Masalan, bir haroqkash deyli, yoki bir fohish qilgan deyli, yoki qimovoz deymiz. Ammo fikri oshqulliq kirib qolgan odamni uni asli qaytarmak, Qur'on sunnatning ro'yi bo'yicha vasatiyat o'ttiral yo'l qaytarmak osonga tushmaydi. Mumkinmi? Mumkin. Lekin buni uzun vaqt ketadi. Uning ziyni butun jamiyatga bo'ldi. Butun jamiyat bo'ldi. Uning ustiga bu gunoh ma'siyat qilgan odam maxfiy qiladi, boshqalar ko'rib qolmasin, bilib qolmasin deb. Ammo oshqulliq fikri kirib qolgan odam maxfiy qilmaydi, balki bozorga soladi, tashviq qildi, chaqirdi. Buning xatari ijtimoiy bo'lganlik uchun ig'ir o'rin egallaydi. Shunga bu yerda gunoh ma'siyat taqobil turgandan bakrak bu oshqulliq taqobil turib jamiyatni sog'lom yo'linishga Qur'on sunnatning mezoni bo'yicha yuzlantirish muhim. Bu oshqulliq fikri ofat bo'lganlik uchun islomning go'zalligini, osonligini, insonparvarligini ham islomning har davr, har zamonga yaraydiganligi hem insanın ihtiyaclarına uygun kıldıqanlıqını sərtləşdirib ötür. Oshqulliq. Hem de insanların ki tasavvurda, nezilde bu İslam boyunca yaşap boğun ummuğudak. Bunun yaşamak nahayeti təsken. Hilik onu qiysan bulmaydı deydiken, hilik bunu qiysan bulmaydı deyip insanın hayatını təsləşdirib ötür deydiğen bundaq tuyğu ekkep koydu oshqulliq. Çünkü bu oshqulliq şeriat teklif qılmağan, şeriat buyurmağan işlerini şeriat dep sunudu. Hatta Allah Teala izni bergen, ruhsat
qilgan yoki bo'shliq ijtihod qilsanglar bo'ladi sizlar deb qo'yib bo'lgan bu doiralardami hisob berishga, hukm chiqarishga, muhr bosishga oldiradi. O'zining doirasi bo'lmagan ishlarga oldiradi. Aralashib. Bu birinchi nuqta. Ikkinchi nuqtadan qarasak, bu oshqulluq murjialikdan iborat. Salbiy oshqulluq yoki passiv oshqulluqning maydonga chiqishiga hassa qo'shadi yoki yo'l ochadi. Amaliyotda murji'a degan bu aqim islom tarixidagi xavorij degan bu oshqun aqimning sababidan maydonga chiqqan. Bu tarixda mashhur bir masala. Bugun kunlikda bir yerda oshqulluq paydo bo'lgan bo'lsa, buning inkos shaklida murjialikdan iborat kun atalg'i bo'yicha yoki abga passivlikdan iborat ta'tur oshqulluq maydonga chiqadi. Nima uchun desa, yoki sababi nima desak, bu oshqulluq shariat buyurmagan ishlarni qilamiz deb yomishib olganlikdan, eslib olganlikdan kelib chiqadi. Xo'sh. Ya'ni shariat buyurgandan halqib ketib, ishlarni ta'sirlashtirib olganlikdan kelib chiqadi oshqulluq. Ammo murjialik deganimiz bu shariatning buyruqlaridan chetnash, qachish, yiroqlish sababidan maydonga chiqadi. Shunga murjialikni bu oshqulluqning inkosi yoki oshqulluqning sababi yoki oshqulluq buning his qo'shgansak hargiz mubolag'lashtirgan bo'lmaymiz. Bugun kunlikda bir qism ongsiz insonlar, chiroyli ifodalangan ongsiz insonlar qarishda debki odamlarni dalil topolmay qolib qolsa murji'a deb bilan qalpoq kiydirdi. Murjia'ning nimaligini bilmaydi. Birisini salafiy deb atab oldi, birisini jihodiy deb, yandim deb atab olsa murji'a. Murjia'ning nimaligini bilmaydi. Qanday kelib chiqqanligini bilmaydi. Amaliyotda bu xatarmi, xatar murji'alikmi? Xo'sh. Bugungi musulmonlarningki, bugungi mush holi chiqib qolishi ifrat tafritdan iborat mush kasaldan kelib chiqdi. Oshqulluq ifratni ko'rsatsa, tafrit dal murji'alikni ifodalaydi. Bundan gap yo'q. Demak, bu oshqulluq bilan ta'tur oshqulluq bo'lgan murjialik bir tanganing ikki yuziga o'xshaydi. Ikkalasi bir narsani ko'rsatadi. Oshqulluq o'ngchi oshqulluqni ko'rsatsa, murjialik solchi oshqulluqni ko'rsatadi. Har ikkalasi ofat, har ikkalasi ozg'unlik, har ikkalasi cheklashchilik bid'at hisoblanadi. Qiziq bo'lgan yeri hozir mush oshqulluq bilan suhbatlanayotganlar, masalan sizdek so'zlayotganlarning murjialik bilan ayıplashi eng qiziq yeramdi. Amaliyotda ular murji'a bo'lishi kerak-da. Men dedim bularning nazarda bu jihad islomda nihoyat keng doirali bir ibodat. Xo'sh. Musulmonning hayoti boshdan oxiriga shariatning ko'rsatmasini chatlab ketibsa jihad bilan to'shaq. Bu jihad faqat qurol bilan bo'lmaydi. Aql bilan bo'ladi, qalam bilan bo'ladi, iqtisod bilan bo'ladi, fikr bilan bo'ladi, sanoat bilan bo'ladi, ishlab chiqarish bilan bo'ladi. Bu zaman o'zgardi. Buningki jihad qilamiz deb qo'lni ko'tarayotgan narsa o'zi ishlab chiqargan emas, kofirlar yasagan narsalar jihad qilyapti. Ba'zanlarning kelimasi. Xo'sh. Demak, bu yerda musulmonda mushta aql chiqsa, sanoat aql chiqsa, fikr aql chiqsa, texnik aql chiqsa, mushta hammasi jihad hisoblanadi. Biz bu temaga jihad temasida ayrim kiramiz. Va temadan boshqa yo'tkilib ketmaydi. Murji'a degan so'zimiz qolsa, bir izohat o'raydi. Murji'a degan nima? Murji'a degan shahodat kalimasini aytsa bir inson eng cho'ng gunohni sodir qilsa, Jibrilga o'xshash, malaikaga o'xshash, payg'ambarlarga o'xshash iymoni va hisoblanadi. Murji'aning nazarida. Murji'a degan bir odam shahodat kalimasini aytsa yoki iymon etgan bo'lsa, har qancha gunoh qilsa, Jibrilning iymoniga o'xshash iymon etgan hisoblanadi. Bularning nazarda xatolik, ma'siyat, kaboir yoki bir illat, nuqson iymonni qilchi ta'sir ko'rsatmaydi deb qaraydi bu murji'a. Ya'ni bu murji'aning nazarida iymon insonning qalbidan o'rnagan bo'lg'achqa, buning tilidan kufr so'zi chiqib ketsimi, otizmlik tavba so'zi chiqib ketsimi, yana bir narsa chiqib ketsimi, qilchi ta'sir ko'rsatadi. Chunki iymon uning qalbidan qochib ketmaydi deydi. Buning nazarida. Shundan ham bu murji'a deydiki, bir odamning qalbida iymon kalimasi bo'lsa, buning harakati ya musulmonlikni ko'rsatmaydi, ifodalamaydi, ya kofirlikni ko'rsatmaydi, yoki fasiqlikni ko'rsatmaydi. U harakatning iymon bilan aloqasi yo'q. Ya'ni harakat qilmasimi, va'da musulmon hisoblanayverdi, jannat kiraverdi. Bu murji'aning izohati. Bu murji'aningki haqiqiy tunishtirilishi bu. Ammo afsuski bugun kunlikda
nainsafsiz bir qism kishilar qarshi tarafdagi kishilarga dalil topolmagan chog'da kaydurgan qalbiqi murji'alar. Ya'ni amal qilmasimi, musulmon bo'laverdi, amal qilishdan hojati yo'q deb qaraydigan aql. Ammo ahli sunna vel jamoaniki mizonida hech qanday bir mujtahid olim amal qilmasin bo'ladi, musulmon sog'lom hisoblanadi deydigan hech qanday olim yo'q. Murji'a aqimidan boshqa. Biz bu iymon atalg'usiga keyin kiramiz. Bugun kunlikda murji'a atalg'usi mavjudmi? Buni kimga ishlatsak bo'lsa, ilmonizmga ishlatsak tushadi. İman diye devamlı anlayımız var ki iman diyen kalpte. İnsan bilen bende otururuz ki iş oldu. İman diyen kalpte bizden hayatımız, mescid öğrenmemiz kesip oldu. Bu siyaset öğrenmemişimiz, devlet öğrenmemişimiz. Fakatlar şahsi hayatımız üssü buldu. İctimai siyasi aralışının haceti yok. İslam'dan bunun münasebeti yok. Onunla aralışmasak mı buldu deyilgan elmanizmlik murcialikni temsil kıldı. İşletseniz şu işletin del cayıq. Ama bir sağlam bir musulmanga murciası işletseniz siz töhmetxor, kezzab hesabınız. Üçüncü noktadan deyimiz ki, xavarijlar ideyasidagi oshqo'llik fikri musulmonlarning birligini bo'ladi. Musulmonlarni ozlashtiradi. Yani siz musulmonlarni birlashtiradigan narsa ittiba sunnatiga. Qur'on sunnatining atrofiga zich o'sh. Musulmonlarning hamkorligini, birligini saqlaydigan narsa Qur'on sunnatining ro'yini tutib manish. Ama Qur'on sunnatining atrofi uyushmagandikinlar musulmonlar orasida tabraqchilik, bo'linish, parchalanish, birsini murtad, birsini kofir, birsini sahvat, birsini yana bir deb qalpoqqa yuraversa, bu yerda nima kelib chiqadi? Bo'linish kelib chiqadi. Bu sababdan olimlarimiz xavarijlarni ahli sunnaning mazhabiga o'xshamaydigan ayrim bir mazhab deb sifatlagan. Ahli sunnaga tava emas bular dedi. Shunga bugun kunlikda bu xatarlik aqimninki sifatlari sharkat kirib qolishdan qarindoshlarimiz qattiq ehtiyot qilish lozim. Bo'lmasa chatoq chiqadi aqidasi. Fikrdan sharkitadi. Yani savob deb mangan bo'lsa. Xo'sh. To'rtinchi nuqtadan buning qo'shimcha deymizki, bu xatar nuqtasida musulmonlar kafirga chiqarish. Biz kafirni kafir deysa, uning bo'ladiganligi, haqiqatligida ixtilof qilmaymiz. Chunki biz o'tgan hafta aniq turdik. Kafirni cho'qib kafir deymiz. Qur'oni Karim kafir degan, sunnat kafir degan ham kafir deymiz. Biz o'tgan hafta to'xtaldik bu. Ammo bu yerlik bizning demoqchi bo'lganimiz oshqo'llik masalasida musulmonni kafir deyish masalasi. Musulmonni dindan chiqarib o'tish masalasi. Dalilsiz, poksiz, isbotsiz. Musulmonni kafir deyish hamda uningki qani mal mülki, izzat, obro'yi qaysi bir yo'l bilan chaqirish bo'lsin, bu xavarijlarning musulmonlarga ishlagan eng og'ir jinoyat hisoblanadi. Xo'sh. Qaraydigan bo'lsak, bu islom diniga kirmak nayt oson. Qaysi bir inson islom diniga kirmoqchi bo'lsa, islomga samimiy iymon ishonsa, bu ishonganligini tili bilan ifodalasa va buning taqozosi bo'yicha iymon, taqozosi bo'yicha harakat qilsa, amal qilsa, u odam musulmon hisoblanadi. Hem bir adam İslam kirdi, şehadet kelimesi aytdi. Harakat qilib o'tib, xatolik sodir qildi hayotida. Cho'ng gunohdan birini ishildi. Yoki islom buyurgan ibodatlardan birisiga yoki vojib ishlardan biri sal qarg'an bo'lsa-mi, bu odamni kofir demdi. Yo'q. Bu odam islomdan chiqib ketadigan ishni qilmasa, yoki islomning farz xarakterlik yoki prinsipal xarakterlik bir hukmini, bir ko'rsatmasini prinsip inkor qilmagan bo'lsa, bu odam yana qani himoya qilinadigan, mol mulk himoya qilinadigan, izzat sharaf himoya qilinadigan ma'sum musulmon inson hisoblanadi. Ammo xatolik bo'lsa, gunoh qilgan, farzdan birini ado qilmagani bo'lsa, u vaqtida u fosiq deyilish mumkin, fojir deyilish mumkin, gunohkor osiy deyilish mumkin, ammo kofir deyilmaydi. Dindan chiqarib turgan kofir deyilmaydi. Şuna bu musulmonlikni ifodalashda shahodat so'ziga tayansak, eng to'g'ri yo'l tutgan bo'lamiz. Chunki shahodat so'zi musulmonlarni birlashtiradigan chambarak hisoblanadi. Ammo afsuski bugun kunlikda ba'zi bir insonlar bizning tashkilotimizga, jamoatimizga kirsa, muvahhid musulmon bo'lmasa, bir narsa deb qachchida qalpoq kiydir, dindan chiqardi. Bu to'g'ri emas. Eng to'g'ri yo'l shahadat kelimesini musulmonlarni birlashtiradigan doira, chambarak deb qarash lozim. Buning dalili payg'ambarimiz Xolid ibn Valid degan harbiy qo'mondonga bir kun shunday degan. Bu bir urush jarayonida Xolid ibn Valid birisini o'ltirib o'tgan qilish bilan. U o'ltirishda ilgari la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb shahadat kelimesini aytgan o'ltirilgan kishi.
Bu xabar payg'ambarimiz yetgandan keyin payg'ambarimiz Xolidni chaqirib kelib, "Sen la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan odamni o'ttirib etdingmi sen? Bu nima qilganing? Bu qanday ish? Islom zid ish qilibsan sen." deb xafolgan vaqtda Xolid ibn illat ko'rsatib, bu jinini saqlab qolish uchun, o'limdan qutulib qolish uchun bani qilib degan. Qilish bo'yniga kelgan chaqdi degan bu gapni. O asli bir musulmon bo'lay emas, o'limdan qutulib qolish uchun degan vaqt payg'ambarimiz qalbini yerib ko'rganmisan sen. O'limdan qutulib qolish uchun dedimi yoki shu vaqtda Alloh taolo unga bir hidoyat ato qilib musulmon bo'lib qalbini yerib aqdingmi sen? Sening uni o'ylanmamışsın. Og'izdan chiqqanda zohirni e'tibor qilsa dedi. Uning ichki dunyosini Alloh topshirsin dedi. Payg'ambarimiz Xolid ibn Validda eng mashhur qo'mondan qattiq xafalab ketganlikdan Xolid bugunga qadar musulmon bo'lmay tursam bo'ladi degan deb ketgan. Necha yilgan janglar kirib turibmi, nurg'un ishlarni qilib turibmi? Qattiq xafa bo'lganlikdan bugun qadar musulmon bo'lmasam bo'ladi degan deb oyinda kallasi kelib ketgan. Tanqidning og'irligi. Demak, musulmonning qani, mol-mulk, izzat, obro'ning e'tibori u qadar yuksak. Bundan boshqa dalillar var musulmonninki qani chaqilmas. Masalan, payg'ambarimiz bir musulmonning qanini 3 xil sabab bo'lmasa chaqalanmaysan dedi. La yahillu damin imirimiz illa bisalas. Birisi to'y qilib turib pashvozlik qilgan zina qilgan. Yani bu mandala ko'ringan bilan bugungi kunda shaxsiy erkinlik ko'ringan bilan bir pokiz pak bir jamiyatda fohishning taralganligi, shu millatning vayron bo'lganligi, shu davlatning vayron bo'lganligi, josuslikning butun xatolikning boshlanganligini ifodasi xuddi bizning diyorimizga o'xshash. Balay musibatdan bishmishadi. Jamiyatning qimmat qarshi, jamiyatning tuzumi, falsafasi, madaniyati hammasi o'rib tashlagan bir balay musibatning beshi bu. Shuning uchun ig'ir jinoyat deb qaralgan shariatimiz. Ikkinchi birisi odam o'ldirish. Odamni birini o'ldirgan bo'lsa, qon to'kishki bo'ldi uning, qotilning qon to'kishi. Uchinchi birisi dindan chiqqan, tarix din. Dindan chiqishni to'xtab qolmagan mufariqul jamoadir. Bo'lginchilik qilgan, davlatning prinsiplarini buzgan, jamiyat qalaymagan, fitna paydo qilgan bu xil inson bo'lsa bo'ladi. Üçüncüsini ayrışlar. Fakat dininden çıkıp ketkenlik üçün demedi. Dininden çıkıp ketip fakat özünün oyda oturup başka dini kirip kettim de toxtab qalmagan ama cemiyetine, tüzümüne, cemiyetin tüzümü buzuşqa, başkalarının hata yolu başlaşqa, devletinin prensibi, yani bugün zamantil boyunca ana düstur, asas kanun, xilaplık qilgan bunda galat olup qalsa, o vaqtda da buna ölüm cezası bir iş oldu. Başka vaqtda bo'lmaydi. Bu keskin hüküm. Hem de muşunda bir hatalık birisi de yüz berse değil bir Müslümanda. Bunun cezasını beriş kimge düşürse hakimlarga, qazılarga düşürdü. Hergiz mi? Muşunda bir hatalık ötküzgen cezası birer teşkilatga, birer şahsga düşmeydi. Eğer birer teşkilat bunu igi oladigan, birer şahs igi oladigan bolsa, o vaqt jamiyatda qalaymiqanchilik, fitna fasad, adolatsizlik, zulm yüz berdi. Hatta birisiga tuhmat qilib, birisini kafir deb, birisini almani deb, birisini murtad deb onun qanaqa chaqildigan, kallasini oldigan ig'ir xatolik. Ularning haqqi emas. Bu faqat hakimning, qozining haqqi. Hakim, qozi bo'lmas uchun. Bo'lmay qolsa, musulmonlarningki imom, musulmonlarning imomidan maqsad, ya'ni musulmonlarga yo'l bosh ko'rsatgan olimlar ko'rsatadi buni. Hargizmi bir jamoat qatcha 4-5 kishi kelib bayat qilib bilan bir qozi qilib qilish haqqi yo'q ularningki bu masala. Bu mush 4 turlik nuqta bu oshqullikdan ogohlantirishda intayin muhim nuqtalarning birisi. Ko'p rahmat. Ammo shu tushuncha krizisini hal qilishning muhimligi haqida yana biroz to'xtalaydi. Demak, shunda fikr, xato tushunish masalasidan nurg'un baloy ofatning keldiganligi so'zlab o'tildi yuqoridanda. Bu tushuncha krizisi biz musulmonlar duch kelayotgan eng xatarlik omillarningki, illatlarning birisi hisoblanadi. Bu oshqullardan mavjud, boshqalardan mavjud. Biz bugün bu aşkullar hakkı toxtalgan bu başka aşkullar düşen kriz hakkı toxtalgan. Ama bu aşkullık krizisini hal qilish uchun bunun birinci olab İslam'daki bir keng qo'saq din ekanligi. İslam'daki asan din ekanligidan iborat bu prinsip tayinish to'g'ri keldi. İslam dini keng qo'saqimiz keng qo'saq. Inna hada dini yusrun. Dinimiz asan bo'lsa asan. Hem aşkullık qarasak bu şeriatning maqsadlariga zid ve İslam'ın ruhimiz. İşte şundak təsirləşdirib oldu, murakkabləşdirdi. Şeriat yo'q narsa şeriatda ko'rsatish o'rindi. Ama İslam qarasak, İslam dini asan, kolay. Her bir insan meyli reis olsun, meyli sultan olsun, meyli injener olsun, meyli aydı pıraydı edilen lüçük olsun, normal haleti özünün musulmanlıqını
joriy qilib ketalayotgan shu darajada bir oson bir din. Namozni vaqti kelib qolsa, osmonda, dengizda har bir yerda ado qila oladigan bir din. Ammo oshqulliq dinni zo'r tar doira kirgizib qo'ydi. Bu sebepten dinimiz ve ma ja'ala aleykum fid din min haraj. İnsan ko'tarilmaydigan jafo mushaqqat yo'q. Yuridullohu bikumul yusra ve la yurid bikumul usra. Allah sizlarga osonlikni xohlaydi, ta'sirlashni xohlamaydi. Dinning ruhi bu, dinning xarakteri bu. Ammo buni ta'sirlashtirib, kishilarni yirkindirish, qochirish bu xatolik. Ammo dalil bo'lib qolsa, Qur'on sunnat hujjat bo'lib qolsa, uni ijro qilish u hargizmi ta'sirlashganlik bo'lmaydi, balki dinning amal qilganlik bo'ldi. Hem şeriat qarsak, İslam şeriatı bir kenglik haqida biraz to'xtalgan vaqtimizda şeriat qarsak, her zaman her makan yaraydı deymiz. Bu ortiqchilikka shariatning qo'sqining kenglik nari bilinsa, bu islom dini ko'z qarashidan turlik bo'lishi yo'l ochgan. Faqat bir xilli bo'lsin demadi. Bu sebepten ijtihad qilsanglar bo'ladi deb ma'lum doirani bergan dinimiz. Masalan, bir bo'lik doirada keskin hujjat ko'rsatdi. Bir bo'lik doirada garchi u to'g'risida Qur'ondan oyat, hadis kelgan bo'lsa-mu, har xil izohatni qabul qiladigan holatda qo'yib berdi. Demak, bu yerda tadqiqot abbasanglar bo'ladi. Doirada, mutag'ayyirat doirasida, ya'ni o'zgarish qabul qilgan doirada yoki har xil izohlash qabul qilgan dalil doirasida izdinish abbasanglar bo'ladi, yangilik yaratsanglar bo'ladi deb doira qo'yib berdi. Bu şeriatni qo'zg'an ekan. Yo'q, mush bo'yicha bo'lsan, siziq mush shu, doira mush shu. Davlatni ma ismda qursan, ma shakl qursan, masalan. Bayroq tutsang cho'qim ma rangda bo'l deydigan unda gap shariat yo'q. Shariat bu yerda aqidaning asoslarida prinsipal masala bo'ladi. Hech kim bildirolmaydi. Ibodatning asoslari muqim, hech kim bildirolmaydi. Axloqning asoslari shunday bo'ladi. Ammo bu yerda tarmoq masalalar bor. Bu doiralar ko'p doirani ifodalaydi. Ijtihadga tava doira keng doirani ifodalaydi. Bu yer shariat keng qo'saqlik bilan o'ylanadi. Zamoninglar qarta davlat qilinglar, zamoninglar qarta idora qilinglar. Ammo aqidadan, prinsipdan, qimmat qarashdan, dinning maqsadidan chatlamanglar deydigan bir yo'l yo'qni berdi. Xo'sh. Shunga bu yerda mutafakkir, mujtahid olimlarniki bir masala to'g'risida 2 xil, 3 xil, balki undan ko'p ko'z qarashlari o'tirib qo'yilganmiz bir masala, uni ichimiz siqilsa bo'lmaydi. Balki bu Allohning insonlarga qilgan in'omi bu. Rahmeti, ilmiy boylik, madaniyat boyligi bu. Fikr boyligi bu. Demak, bir fikr zamonimiz maskamisa, yana bir olimning fikri bilan mujtahid olimni ketaveramiz. Bu islomningki, mana har zaman yaraydiganlikning aloyligimiz. Chunki bir aql bilan yana bir aql taqid. Unda bo'lgan bir mujtahidning fikri bilan bir mujtahidning fikri ba'zida o'xshamaydigan chiqadi. Demek bir zamanı qaysi uygun kelsa, aş ko'z qarash shariatning ro'yiga maqsad uygun kelsa, u olimning ko'z qarashi olib ketaveramiz. Ham müşahede belki ta'kidlab qo'yish muhim bo'lishi mumkin hamda bu shu. Boshqa bir o'tirdi qo'yilgan bir ma'lum bir fikrga qarshi bo'lib bugungi jamiyatda masalan ismi islom diniy olim nomida professor, doktor u deyilayotgan tamamen ahli sünnet vel cemaatninki itiqadi yo'liga xilaf bo'lgan bo'libmi televizorda masalan har qaysi arablarning ichidan ba, turklarning ichidan ba degandek nurg'un zid fikrlarni rahat shaklda osonlashtirish nomida Qur'on sunnatning ruhiy xilaf holat o'tirib qo'ydi. Shuning uchun musulmonlar xalqimiz bumi bir diniy olim ismi professor turib diplomatga manda olim degan zamonning eng yaxshi zamonga loyiq hukm beribdi bu deb agashib ketishni hazır edish kerak. Chuqum u agashmoqchi bo'lgan o'zi anglayotgan shaxsning kim ekanligini, u diniy buloqni, u olgan bilimini nereden olganligini, tutgan metod to'g'rimi, to'g'ri emasmi, to'g'ri xatoligini chuqum bilish kerak. Bo'lmasa bu bir diniy olim professor ekan, falan universitet o'qituvchi bo'lsa, manda tushunmamdi bu dinni deb mana xato iqlimga agashib qolmasdan mujtahid boshqa, biz sening professor doktor bo'lgan u ayrim bir masala. Mana ayırış lazım. Biz bir yerde mujtahid da, mutafakkir olimlarninkini davamiz. En yüksek derecedeki bu olimlarniki. Hem gapimiz kelsak, Qur'on sunnatdagi ahkam munosabatlik dalillarniki mutlaq ko'p qismi har xil izohlashni, har xil tafsir qilishni qabul qilgan bo'lg'achqa, bu dalillar har zaman va har makonda mujtahid olimlarniki tadqiqot obyekti bo'ldi. İzdinish tadqiqot maydoni hisoblanadi. Demek bir yerde bir ayet hakkını misal qalaylı. Burun bir alim, ya bir neçe alim özünün göz karşı koygan bolsa bu her xil izah qabul qilsa keyin yani başka mezmun, başka hukm chiqishi mumkin.
Çünkü Kur'an mucize. Mucizelik imşarı bununki. Yok burun hamma şu olimlar hammani deb bo'lgan, bundagi boshqa gap chiqmaydi deydigan o boshqa kitob desa aqdi o gap. Lekin Qur'onga desa aqmaydi. Qur'on mucizelik tugmaydigan bir buloq. Qiyomat kun qadar har davrdagi, har asrdagi insonlar bundan yangi hukm, yangi tushunchalarni ola oladi. O'zining qoidasiga rioya qilib qarayapsiz. Bugun kunda mujtahid olimlar qanchalik foydasizki? Mesela bütün dünya tarafından itiraf kılıngan mesela hem bugün mesela her kesip mesela hatta dini sahada mesela bir alimin karşısınız fakat tefsirdiler mükemmel aşık. Bütün hayatını şununla ötküzgen görürsünüz. Yan birisi karşısınız hadisler bütün keçi gündüz kıldıran hadisler mütehassisleşken hem ucur bucurunu bilirler. İlgili alimlerimiz eserde mesela bununki adı kapkağallar nait yaşınıp az kaldı mesela. O vakti yetişken alimler fıkhiden soramsız, hadisten soramsız, tefsirden soramsız. Bütün her sahada İslam'ın her sahasında mükemmel, müştehitlik derecesi, düşüdüğün derecesi alimler köp demdi. Kim bu üniversitelerde hem işte bu garipnin aralışçı bilen bunun paydalık tarafı bulgan bilen İslam dini meselesinde bulup mu çeşip etti de hem de. Dini alim diyen bilen mi? Bugün insanlar fıkhi meselede bir hadis okutukçusu fıkhi meselede cık gapni kılamaydı mesela. Bu zin yok bu mesele. Bunda qarash lazım. Burunqi vaqtlarda mesele aniqdi. Masalan, islom jamiyatlari misolga olsak, davlat o'zining yo'lida ketayotgan, musulmonlar o'zining yo'liga kirib bo'lgan, yangi yuz bergan masala nadir yuz beradigan, aynan bir holat ketayotgan bir holat. Shu yerda bir ikki olim masalani hal qilib ketgan. Ammo 20-asrda sanoat inqilobi, fikr inqilobi, ilm ma'rifat inqilobi bo'lgan bu davrda bir alim yetmeydiğen bo'lib qoldi. Şu bugün kunlikda kasbiylashish, taxassus intayin muhim. Birisi hadisda kasbiylashin, birisi fiqhda, birisi tafsirda, birisi aqidada. Bu yaxshi ish. Qobiliyatni iqtidorni oshirish bu foydali. Bugün kunlikda burunqidek sharoit emas, bu nurg'unlagan yangi masala yuz berdi. Yetişip bo'lganmag'idek darajada yuz beryapti yangi masalalar. Unda bo'lgancha bunga bir alim yetishib bo'lmaydi. Şu bu sahada kollektif ijtihad hal şekillenmedi bugün kollekte. Bunun vakti bir alim hem mesele degan bolsa, çünkü mesele tar dair dedi. Yani bir düşünüşlükte. Mesela sizler yaşap bakkan bir mahallenin meselesi yani bir joyga borganda bir işte. Ama 20-asrda yuz bergan mesele sanoqsiz nurg'un mesele yuz berdi 20-asrda. Şoň bugün kollektiki mesele kollektiv holat tadqiqot elib berilyapti. Bunga tafsirchi qatnashyapti, hadischi, fiqhchi, aqidachi, yana bizsa degan o'xshash har soatdan qatnashyapti. Hatto buning qatori doktor va doktorlik ilmiga aloqador, astronomiya olim va astronomiyaga aloqador menga yaqin oyat va biyologiya olimi va bu tadqiqot sohasida har bir o'zining sohasida doirasini o'tirib qo'ydi. Enin kendidan shariatning hukmi bu yerga chiqarildi. Bu yaxshi ish, kasbiy ish. Bugun kunlik mujtahid olim bo'lsa, masalan buni taliblar belgilamaydi. Buni fuqarolar yoki cho'ng islom dunyosi ko'z ko'rmagan olimlar belgilaydi. Kimning mujtahid ekanligini yoki e'tirof qiladi. Masalan, doktor Yusuf Qarzaviy. Mening yaxshi ko'rganligim uchun emas. Buni Ahmet Reisuni'ye o'xshash şu alim. Hozir dangliq olimlardan Ahmet Reisuni. Dudu, Şeyh Dudu. Endi Ali Qardaga o'xshash cho'ng olimlar musulmonlarniki hozirgi hayot bo'lgan imomi mushshu deb bahona shuni beraylik. Olimni beraylik. Haqiqiy ummat musulmonlar e'tirof qiladigan, ahli sunna dunyoning hamyerida e'tirof qilgan olimlar mana bu mujtahid adam deb beraylik. Her davrda, her zamanda İslam dünyası yoki musulmonlar mujtahiddan quruq qolmaydi. Hadisdan hukm bor. Kelib ya yakki keladi yoki bir qanchasi bir zamonda keladi. Yoki bugunga o'xshash kollektiv shaklda ijtihod yo'lini ochadi. Bu cho'qim davomli shu ham buni taraqqiy qildirish lozim. Xo'sh. Endi gapimizga kelsak bu ijtihod sohasida oshqullarga kelsak bular mujtahid olimlarimizningki ko'z qarashlar tayanmaydi. Ularningki ijtihodlari yoki ko'z qarashlari parvo qilmaydi. Qalpoq kelgizishlar. Ha, nima qilsa? U akshi, bizmi akshi. Arabchasini elib bersak, rijal va nahnu rijal. Ya'ni uni qilganini biz qilolmaymiz to'g'ri. Ya'ni bu dediki, biz hukmni Qur'on sunnatdan bevosita o'zimiz ola olamiz dedi. Xo'sh. O'zining tasavvurda bu oshqullar. Mujtahid, mutafakkir olimlarniki yo'li bilan mana chataqmishdan chiqadi. Hukmni o'zimiz olamiz dedi.
Eminkendan bu dalildan o'zidanki ko'z qarashiga, havoga uyg'un kelgan dalildan birini tutib shu bo'yicha ish qiladi, uyg'un kelmagan dalil bo'lsa ko'massab ketaverdi. Buniki xatolik mana mishada boshlanaqliq. Navadi bular? Birar o'limas yo'q bo'lgan ishlar. Bular yo'lmashlab bangadigan bu ashqullar. Birar o'limasi yo'q bo'lsa, albatta bor edi. Chunki amaliyotda bor. Qanday bo'lsa, bular birar o'lima tutgan vaqtida islom dunyosi to'linmagan, majhul, noma'lum bo'lgan bir talib mijoz o'limadan jin topadi o'ziga. O'lima bo'lamiz ba palani deydi. Mana bizning o'limazmiz. Islom dunyosida bir e'tirof qilingan cho'ng bir mujtahid, bir olimningki yo'linishi, yetaklikdagi bo'lmasa undoq yo'q. O'lima bo'lmasmi? Lekin islom dunyosida to'nilmagan bir odam, kimligini kim bilmaydigan. Tak endi bir yerdan yetishib chiqayotgandek bir darajaga birsini tutibmadi bularniki mumkin qanimisi. O cho'ng olim tutibmadi. Yo'q, bu ashqon fikrdikilar. Nima ish qilsa, chunki bular nafsi xohishiga erishgan bo'lg'achqa daliliga emas. O'zi bilan havu deyish birdigan, dumboq chalish birdigan, o'zining xato yo'lini nima bo'lsa mel deyish birdigan, bu xil sifatga mubtilaga muhtoj. Şuna bulunat az adam tapalaydı özünün sahasını. Mishadi yana hamda bunu itibardan sağlık qilmaslik kerak deb qarayman. Bulupmuş nurg'un Arab dunyosida nurg'un o'limalarningki ko'zi ko'rgan o'limalarning turmida ekanligi, tutib ketilganligi. Har jamiyatda ulamo-us salatin deb sultonlarning olimlari deb faqat hokimiyatning gapini qilgan olimlar yo'q emas hamda. Bu manda gap qilsa, hozirgi gapda butun sirtdagi hamiyati jon-jon so'zlayotganlarning ichida albatta haqni so'zlaydiganlar bo'lgandek, nohaqni ham hokimiyatni zolim bo'lsin uni yoqlab so'zlaydiganlar yo'q emas hamda. Nurg'un haqqoniyatchi o'limalarningki tutib turmada so'laqliq yoki o'ldirilgan yoki uzun yillik turmaga solib etilganligiga qarab turib jamiyatdagi o'limalarni nazarga olmay, masalan, bular degan shu hokimiyatning gapini qilmagan bo'lsa, sirtda turolmaydi deb qalpoq kiygus kim sabab bo'lib qoldimi acaba bu narsalarga? Yo'q, e'tirof qilmasligi, mavjud sirtda xotirjamiga o'limalarni e'tirof qilmaymiz, chunki ular haqiqiy o'lima bo'lgan bo'lsa, turmadagilarga kirib ketsin deb qaraydigan fikrga kelib qolgan bo'lishi mumkin emasmi? Yo'q, bu masala o darajada emas. Gerçi yakınki zamandan buyon bir bölük alanda turma kirgan bo'lsa-mu, bir yurtda deydi mesela, bir eski devletde, yani başka devletde bugün hamma yerda kitaplar var, materyallar var, tashviqot vositalari keng. Bu islom dunyosi olimlardan mahrum emas. Gerçi eng cho'nglardan bir narsa qilingan bo'lsa-mu, mahrum emas. Men bilasizlar. Ikkinchi birisi bu yuqori deganimizdek bu nafsiy xohishida mangan bo'lg'achqa, aninkandan fikr, tushunchada, metodda xato bir yo'l tutib olgan bo'lg'achqa, kim mushning havu deyish pasa, shu o'lima hisoblandi ashqullarning nazarida. Talib chaq bo'lsa-mi, hukumat mullasi bo'lsa-mi, hukumat mullasiga yaqin kelmaydi bularning nazarida. Ishdan bin tabada bir bo'langdan, bir bo'lang fushqa to'linmaganimizni. Havu deyish bermaydigan har qancha 1 milliard musulmonlar mush bizning mujtahid olimimiz, mushning gapi to'g'ri. Nurg'un olimlar buni tasdiqlagan so'ng uni e'tibor olmaydi. Chunki bir doira keyin bir to'xtalamizki, bu ashqullarningki bir tutgan yo'li olimlarni e'tiborsizlashtirib maydondan chiqarish. Nima ish qilsa, agar unda qilmasa biz Qur'on sunnat manda deb o'zimiz hukmni kesib eliblar, ma'lummaymiz. Ba'ol biz qutulishdi, shu olimlarni maydondan chiqarishlar. Olimni e'tibor olmaydi bu. Mesela bu. Enin kendi bular ig'ir darajada su'uzzan gumonxo'r. Yani yuqori degandek bu turmaga kirgan vaqtda bir masala so'radigan o'xshash, hamma odamga qari ko'zoynak bilan qaraydi. Ashqullikniki burunqa tarix qarasa. Hazrat Ali nima dedi? Zolim dedi bu xavorijlar. İslam dünyasida yoki islom tarixida tarix qarsak bir faqih, bir olim hisoblanadigan, bir siyosiyon, ummat e'tiborga olgan, saylangan bir xalifa nima dedi? E'tiborga olmadi. Sen bizdiga ya kelmagandikan o'lim yaqliqsan dedi. Bugungi ashqullarning falsafasi mana shu. Bizga kelmagandikan, bizligimizdan olinmagandikan, bizga bayat vermagandikan. Shu qalpoqda ilm murji'a deydi, o hech bir deydi. Demek bularning o'lima deydigini o'ziga hahu deyish birdigan o'lima qolgan o'limamiz. Buni aniq ayirish lozim. Biz keyin to'xtalib qolsak, kelishimiz mumkin o temaga. Shunga bu ashquna yaqindagilar mujtahid o'limalarningki yo'lini tutib mangan bo'lsa,
o'zlar birdan-bir haq, birdan-bir to'g'ri yo'lga ketyapmiz deb da'vo qilayotgan fikrlarninki bir fikrlarning bir fikri, tushunchaning bir qismi ekanligini, yoki ra'y ekanligini bilgan bo'ladi. Uning bir Qur'on sunnatda ilingan hujjat emasligini uni faqatgan bo'ladi. Bu birinchi masala, islomning kam qisaqligini bilish. Ikkinchisi, sabab natija qonuniy rioya qilish eng yetildirish lozim. Bu oshqona iqlimdagi chataq yoki mushkullarning birisi bu sabab natija qonuniga rioya qilmaydi. Bo'lmasa Alloh taolo bu koinotni sabab natija qonuni asosiga shakllantirgan. Davlatning maydonga kelishi, davlatning yiqilishi, madaniyatning tiklanishi, vayron bo'lishi bu nimaga bog'liqsa, sabab natija qonuniga bog'liq. Ammo buni rioya qilmaydi. Xo'sh. Ya bu yo'q shu o sabab natija qarab o'tmaymiz. Bizga qaysarlik, jasorat bo'lsa-ham qurbon bergan odamimiz ish bo'laver deydi. Misol qalaylik. İşning oqibatiga qaramaslik misol qalaylik oshqullarga. Aslida musulmonda har qanday bir sharoitda ishning oqibatiga qarab, bu ish menga foydaliqmi, musulmonga foydaliqmi, islomga foydaliqmi yoki ziyon olib kelamdi. Buning foydasi bilan ziyoni qanchalik buni selektirib qilishi bu musulmonning qilishlik ishi. Hem bunu Qur'on-i Karimga va hadis Rasulullohga qarasak, nurg'unlagan buning dalilini topa olamiz. Masalan, payg'ambarimiz jazoga haqli bo'lgan bir bo'lik odamlarga jazo berdi. Masalan, ariq ichib dardiga odamni misol qilaylik. To'y qilib turib zina qilib rajim qilingan sahobalarni misol qilaylik masalan. Jazo berdimi? Jazo berdi. Hamda munofiqlarga o'xshash xoinlik bilan, josuslik bilan davlatni bo'lishga, parchalashga urinish, va'daga xiloflik qilish deganga o'xshash turli illa sabab topilgan munofiqlar o'limga haqli bo'lsa-mi, uni o'ttamadi. Nima ish o'ttamadi? Chunki Rasulimiz bu Muhammad o'zining sahobalarını o'ttirganda bunda gap chiqib qolsa, bu yaxshi bo'lmaydi dedi. Ya'ni islom da'vatining tarqilishiga bunda bir shubhayniki, bunda bir gumondan chiqishi salbiy ta'sir urdi dedi. Chunki avvalqa menga darrov urib qo'ysizlar. Men o'limga haqli qo'lim shariatninki ro'y bo'yicha yashayman debdim, xatolashib qoldim. Men darrish haqliq deydigan odam o'zining qalbi bilan gap topmaydigan odam bo'lg'achqa o'z kelganmi jazo turg'izdi. Ammo men munofiqlar gap topatdi. Şunu bir yerdə ölüm yaxlıq olsun buna. Qımıdır Peyğəmbərimiz, keçikdirdi. Yani bir misal alaylı. Kəbini qaytır rımnut qılıb, əsli aldı boyunca yasab çıxışlı ibaret, uluq bir ibadetini qiyğısı var Peyğəmbərimizdən. Kəbini yanıda yasamaq idi. Dövlətinin rəisiydi. Məkkə musulmandan qoluğa ötkən, özününki dairəsindəki bir işini Peyğəmbərimiz qılanmadı. Neymiş qılanmadı? Vay Kəbin çaqıb etdi degan mush gap chiqib qoldi. Bo'lmasa Kəbin chaqqan bo'lsa, yangidan salatda. Lekin Kəbin chaqib o'tibdi degan bu gap chiqib qolsa, islom da'vatiga bu salbiy ta'sir deb ishninki oqibatini o'ylab turib payg'ambarimiz bu ulug' ishni qilmadi. Ammo bu oshqullarda unda ish yo'q. Oshqullar ishni oqibati qaramaydi. Qallis kelgan bo'yicha maydon saklab tushdi. Misol qilaydi. 2001da masalan ismini qilishcha Amerikada ikki bino portal cho'ng binodimiz ticaret merkez partildi. Partilga nurg'un shubhi oldu. Bunun kimning qilganligi to'g'risi. Hatto ba'zi bu Yahudi qiliqlik deydigan nurg'un tahlil bidasi chiqdi maydon. To'g'ri. O'yinda qilayotgan paytning o'zida ba'zi tashkilot biz qildiqlik maydonga chiqdi. Üstiga oldi. Ya shu qilganda, ya boshqasi qilganda ishni qilib, bir shubhilik bir doirada ishdan oqibatini o'ylamaylar biz qildik deb bayroq ko'tardi. Bu ish islomda ig'ir darajada xaroblik ekan. Mush ishning sababidan Afg'oniston bilan Iroq Amerikaningki qayta mustamlikasiga aylandi. Aylandimi, aylanmadimi? Ikki davlat vayron qilindi. Bugun Iroqning holi Afg'onningki 2001dan kecha 2021gacha bo'lgan ahvoli dunyoga aniq. Sabab bo'lgan narsa nima desa, bahona bo'lgan narsa mush. Bir tamninki o'rilish. Bunun bilan islom da'vati Yevropada va boshqa dunyoda tez surat taqlayotgan islom da'vati, islom fobiya degan bu hukm bilan nima bo'ldi? Ig'ir darajada to'sqinlik uchun. Xayr saxovat, insonparvarlik markazlari taqaldim. Demak, qilgan ishning foydasi bilan keltirgan ziynimiz selishtirmaydiganligi mana buningda bilib bir misol. Boshqa nurg'un misollar erishishni hojat yo'q. Ikkinchi sabab natijaga qonunga rioya qilishda muhim masalalardan birisi tadrijiy islohot qilish yengini yetildirish lozim. Har qanday bir ish qilsak, islohot yoki tuzish hareket tadrijiy bo'lishi lozim. Yani tədrici islahat deganimiz umum ahvollarga, shaxsiylarning sharoitiga va o'zgarishni qabul qiladigan doira bo'lib qolsa, uning rioya qilish asosini islohot olib berish degan.
Yo'q, bu dalil bo'lgan ekan, bugunlab zada xolisin, xolimison, kasuni, kammisin, bugun ijro qilish lozim. Kesib qilish lozim ishtiganni. Deyish, u xato, tadrijiy islohot kirmaydi. Masalan, buni misol olaylik. 5-xalifa deb atalgan Umar ibn Abdul Aziz. Xalifa saylangan vaqtida bu kimi xalifa bo'ldi desa, xalifaning kendi xalifa. İslam davlatida İslam tatbiqlanayotgan bir zamonda, bir makondagi bir xalifa bu. Bugunga o'xshash bir kommunistlarning mustaqil bo'lgan bizga farzand, unda yerdagi bir sulton emas. İslam davlatidagi bir sulton. Xalifa deydi o'zida atalg'isi bo'yicha. Xalifa bo'lgan vaqtida o'g'li Abdullah dadasiga dediki, "Dada, misli xalifa bo'ldilar, butun huquq sizlarga tushdi. Ishni kisp bir taraf qilmamlar. Qarasam bir ishga bo'ldi, hech bir kisp qilay demaysizlar. Agar huquq bilan qo'lamda bo'lib qolsa, osmon o'rilib tushsimi, kisp ish qilgan bo'lardim. Qozon qaynab ketamdi, nurg'un gap chiqamdi, bitmasa karim yo'qdi. Bu nimada ostish qilasizlar degan vaqtida islom davlatida uzun zamondan beri islom bilan tatbiqlanayotgan bir zamondagi gap. Shunda holatim Hazrat Umar ibn Abdulaziz o'g'ligimdi. Balam oldirma dedi. İşten yolu var dedi. Allah Teala Kur'an'da haraklı 2 qatim eyüpledi, tanqid qildi, bunun zinini bayan qildi. 3-cü qatimda bütün çekildi. Demek bazı işler Müslümanların yanıdan kötürülüp ketken bozup hata işler bir hata asıl değil. Doğrusunu bular bir düşündüreyli. Bir az vaqt gerekti. Şunu bir yerde hakimiyetini alsak, devlet kursaklım hatalıkını bir hüküm bilen, bir püştek bilen mehli kılıp koruk yapar. Bu tedrisler tamamen kılıp. Ömür ibn Abdülaziz dedi ki, eğer men kişiler hemmani mındak kılısla, şeriatın buyruq mağuda birle mecburlasa, kişilerin ki uzun qotmay hemmisinden bıraklı şeriattan, çetnep çıkıp ketişiden, şeriatın korsatmasından, keçişiden ensireymen dedi. Çünkü bunu tedrici ekiliş lazım. O kaçanlı gap mağu İslam devleti var. Hemme, cemiyetki adamın hemmisi, şeriat boyunca yaşavatkan, devirdeki bir ahval. Ama bugünkü o'xshash islom zulm uchigan, musulmonlar zulm uchigan, islom davlati besib olgan, bizga o'xshash kommunistlarning asli qilib qolgan, islom tushunilmagan, onsizlik avjagan bu zamondagi islohot Hazrat Umarning davridagi mashqi taqammu uningda yavaşroq mashq kerak. Ama bugun qilgan bo'lsa chiqib qolsa, g'atcha shariat bugun tatbiqlaymiz. Qildig'ana shu o'g'ir topsa, o'g'irning qo'lini kesimiz. Qildig'ashi. Ama shariat bu shariatning 6%, 94% qismi. Qani qog'ini yo'q. Bilamsiz yo'q. Çünkü alim olmasa bulunan şeyde. Bu işten yolu var. Şuna tedrici islahatını bu özden yolu da etmeniz lazım. Ben bunu kanaat ediyoruz lazım. Şu ahırda bir yerde deyimiz ki mühim bir nokta. Her qanday bir cemiyetini ıslah qilish için, o'zgarish için işten nereden başlash lazım? Fikir islahatından başlash lazım. İdeya islahatından başlash lazım. Düşünceni tuzitishdan başlash lazım. Ahlakını tuzitishdan başlash lazım. Stilini tuzitishdan başlasın. 3 narsa. Ya ish kerak. Fikr islohati, ahlak islohati ve stilini onu tatbiqlash islohati. Bu islohotning o'zgarishning asosi bu. Her qanday o'rinda olsun, her qanday bir yerda bo'lib qolsin, buni strategik plan deyishga bo'ladi. Çünkü hakimiyet 5'e chiqsam, qanchalik kis bilan bir ish qilib olgani bo'lmaydi hech qanday bir davlatda. Aşkullarning tasavvurida unda emas. Aşkullarning tasavvurida hakimiyetni alsak, birisi rais saylansa, boshliq saylansa yoki emir saylansa, bir atalg'i bilan deyli. Qanchalik kis bilan mundaq qilsa, mundaq qilmasa, ondala qilamiz deb bilan. Bugünkü Taliban'ın açları için. Ya unan kirmayli. Biz temiz chetnaymiz. Çünkü o xaritasi oshkor emas. Biz o Taliban bunda ayrım, aşkullik deymiz ayrım. Böyle mecburlash, zorlash, besim qilish yo'liga tayin. Natija nima shakllantirdi? Munofiqlik shakllantirdi. Chunki bu oshqullarning zulmidan, besimidan, ziyon olib kelishdan ansirgan musulmonlar munofiqlik qilib nima ish qildi? Ma'qul deb ma'qul. Bir qismlar. Bir qismlari nima bo'lsang deb rad qiladiganlar chiqib o'tirib ayol tutganmiz. O'lsam o'lmayman, xato yo'ldan kirmayman deb. Masalan, xato yo'lga majburlagan bo'lsa. Ammo oshqullarning besimidan, bo'zaq qilishidan, zulm qilishidan ansirab ashular ma'qul degan, ya'ni ikki yuzlimi bo'lgan bu musulmonlar ma oshqullar hokimiyatdan mo'llaqatgandan keyin ketgandan keyin nima ish yuz berdi? Islom degan mushunda bo'lib qolsa, bo'ldi, voz kechdim dedi. İslamның ta'limotlarini ko'rsatib birdan chiqib ketdi. Demak, bu yerda islom o'ttirhal
bari holati saqlansa, Qur'on sunnat ro'y bo'yicha asli xarakter saqlansa, inson hech qanday ig'i kelmaydi. Ammo nihoyat tor doira kirgizyapsiz. Bayroqning rangi bu yo'l bo'lishi lozim, masalan. Çapınanı manda kiyişin lazım mesela. Doppan manda bo'lish lazım mesela degan o'xshash. Misal tariqasidan bir mo'shinimiz va kirmaymiz bu yerga. Shuni mazkur kitobda bor o'tganini qilgan. Tar doira kirgizib qo'ysa, nurg'un insonlarga eg'ik yo'l. Demak, ul fursat topsalar keyin shariatning haqiqiy ko'rsatmasidan qochishga boshlaydi. Shunga bu xato bir usul. Chunki besimga emas, zo'rlashga emas, qanoatlantirishga, isloh qilishga buni tayinish lozim. Ko'p rahmat. Endi dal mishada qanday qilganda shu siz so'zlab o'tgan shu o'ttirhalliq hokim bo'lgan bir muhitni yaratqili bo'ldi. Bundan doirasi keng, ammo muhim bo'lgan 3 nuqtalarni to'xtalay bunda. Birisi ko'z qarash va tushunchaning turlik bo'lganlik qanoat tepish lozim har kim. Yani buna işiniş lazım. İnsanlar aslında göz qarash ve tasavvurunun her xil bo'lganlik Allah Teala'nın bir kanunuydu. Çünkü Allah Teala insanların aklını, psixikasini, iqtidorini, qobiliyatini, sharoitini, ahvolini, aqidada o'xshamaydigan, fikrda o'xshamaydigan, hatto yo'lda o'xshamaydigan qilib yaratgan. Walau sha'a robbuka laja'alan nas ummatan wahida. Agar Alloh xohlaganmiz hammadamni musulmon qilib o'tadi. Hammadamni mushundar qilsa, ikkinchi fikr qilmaysan, ikkinchi xil ko'z qarash emas, mush bo'yicha maqsadda bir rizq qilsagandek tasdiq qiladi. Lekin Alloh taolo unda qilmadi. Wala yazaluna muxtalifin. İnsanlar har xil bo'ladi. Har xil tasavvur, har xil tushuncha, har xil aqida, har xil fikr bo'ladi. Qur'onning qonuni. Allohning irodasi. Bu demak insonlarning tushuncha tasavvurda har xil bo'lganligiga ishonish muhim. Bu sebepten insanlar artık türlük buluş, yoki tushunchaning xilma-xil bo'lganligiga rioya qilishman. Agar bu qonun rioya qilmasa nima yuz berdi bo'lsa, zulm qilish, adolatsizlik qilish, surkilish, to'qinish va insonlar orasidagi farqlarni amaldan qoldirishdan iborat bu agar xatolik yuz berdi. Agar biz boshqalar emas, biz musulmonlar o'z aramizda masalalar hal qilamiz desak, prinsipal masalalarga, cho'ng-cho'ng masalalarga, asosiy masalalarga markazlashsak, o tushunchalik talash-tartishning doirasini ozlaydi. Çünkü prinsipal masalada asosan musulmonlar o'rtaq. Masalalarda tarmoq masala. Agar biz bütün kuchimizni, diqqatimizni tarmoq masalaga markazlashtirib olsak, u vaqtida masalani hal qilib bo'lmaydi. Chunki tarmoq masalada her aqlda, her kallada her xil xiyol bo'ldi, her xil o'y bo'ldi, her xil tasavvur bo'ldi. U yer bir yerga kelmaydi. Biz asos nuqta o'ttirib kelsak, bir yerga kelsak, tarmoq masalada her kim Qur'on sunnatning ro'yidan, shariatning maqsad chatnab ketmagan asosda o'zining fikrini bayon qilsa bo'ladi. Bu birinci mesele. O'ttirhallik shakllantirish, o'ttirhallik muhitini shakllantirish ikkinchi mesele insonparvarlik ro'yini gullantirish lazım. Xo'sh. Endi musulmonlar qarasak, oxirgi davrlarda ma'naviy jihatdan, ya'ni iymoniy, ruhiy tarafdan, fikriy tarafdan, axloqiy tarafdan, taraqqiyot tarafdan dunyoning oxirisi. Belki bu musulmonlarning bu yuqorqi ruhiy, fikriy, axloqiy taraqqiyot oxirgi qilib qolganligi sababidan bu musulmonlarning xitoblarida insonparvarlik ruhini tuvallish sabab bo'lgan bo'lishi mumkin bu amallar. Xo'sh. Bundan sırt köpliğe musulmonlarga qarasak, meyli mahiyet tarafta olsun, meyli ko'rinish tarafta olsun, bu İslam musulmonlardan talab qilgan bu madaniyat o'lchamiga taq yetkin yo'q. Köpliğe musulmonlarga qarasak, qalaq, bilimsiz, ongsiz, sapasiz. Reallik mi? Reallik. Bu mu? Nima gap boryapsiz? Bu angsizlik, sapasizlik, madaniyatsizlik? Del oshqullik gap boryapti. Madaniyat enganinki, yani İslam ro'yi bo'yicha, İslamning dunyo ko'z qarashi bo'yicha madaniyat ro'yini tuvalligi oshqullikka gap boryapti. Xo'sh. Shuninglar bilan birlikda axloq fazilatdan chatnagan. Boshqalarninki izzat, obro'yi yoki his tuyg'usini hurmatlashdan mahrum qolgan xitoblar, yozishmalar bu mu? Nima sabab bo'ladi? Oshqullik sabab bo'ladi. Sen unda degandikin, men unda deyman degan. Oshqullar qarasak ko'pincha boshqalarning his tuyg'usiga rioya qilish degan narsa yo'q. Endi axloq fazilatni so'z ochqinmaydi. Og'zining bazabligini, u gap to'g'ri kelmaydi uning bazabligida. Lekin og'izdan nima tushmaydi? Ang sharafli kisam mujohidlik tushmaydi. Ammo og'zi u qadar bazab. U jihat bilan, bu ikkisi hargizmi bazablik bilan
axloqsizlik bilan chiqsa, jihad bir yerga kelmaydi. Shunga oshqullikdan oldinish uchun iymonni jonlantirish, qalbini poklash, axloqni tuzitish va ongni yuksaltirishga muhtoj. Bu 4 narsa teng ma'nish lazım. İman jonliq bo'lsinmi? Qalb pok bo'lmay qolib qolsa, yana illat tugamaydi. Bu ikkisi bo'lib fikrda chataq chiqib qolib qolsa, yana xato yo'lga boshlaydi. Bu narsani 4 narsani iymon, axloq, fikr, ong saviyani teng buni taraqqiy qildirib bir-birisidan ayirmay apnanish lazım. Yana bu insonparvarlik ruhini oshirishda bu insonning hurmati va insonning muhtaram bir maxluq deydigan bu ongni yetildirish lazım. Qushqashning kallasiga o'xshash qarasak bo'lmaydi inson. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, musulmon bo'lsin, boshqasi bo'lsin, hurmati va deb qarash. Boshqalarningki his tuyg'usiga rioya qilish. Bir mehribon, islomning rahmatal alamin deydigan ruhini buni maydonga chiqarish. Boshqalar muomala qilgan yaxshi muomala qilish. Ham taqvolikni birdan-bir o'lcham. Mening tashkilotim kirsang birdan-bir muvahhid, bo'lmasan fosiq yoki bid'atchi yoki murtad yoki qalpoq kaydurmay taqvolikni birdan-bir o'lcham qilish bu insonparvarlikni yetildirishning bir ro'yi. Endi bu insonparvarlik nuqtasi yana bir qisturmiz so'z deymizki, balkim ba'zanlar boshqa ifodani bildirishi mumkin. Buni shunga deymizki, insonparvarlik nuqtasida musulmonlarningki boshqalar bilan, ya'ni kofirlar bilan bo'lgan aloqasiga asli qoida tinchlik, urush emas, jang emas. Buni alayda eskartish lazım. Musulmonlarning boshqalar bilan, kofirlar bilan bo'lgan aloqasi to'xtamay jang qilish, ular fursat topib qolsa xo'rlash, izish emas bu. Musulmonlarning boshqalar bilan bo'lgan aloqasi ularni da'vat qilish. Eng go'zal shaklda da'vat qilish. Ularga yaxshilik qilish. Va insoniy o'rtoqchilik doirasida agar islom qabul qilmagan taqdirda insoniy o'rtoqchilik doirasida hamkorlashadigan nuqtada hamkorlashish. Bu islomning qoidasi. Boshqalar bilan urush qilish ona prinsip emas, asl prinsip emas, balki sharoit sababidan ushtumtut yuz beradigan ayrim bir holat. Masalan, bizga o'xshash dushman besib oldi, tajovuz qildi, xo'rladi, urush qilish haqqimiz. Diniy jihatdan farz, milliy jihatdan mas'uliyatimiz. Axloq do'stlik. Futuhatning doirasiga ayrim qilamiz. Chunki o cho'ng bir temani bu yerda ish qilib kelsak, masala ayrilmaydi. Her bir temani ayrim kengrashmagan chat chiqadi. Xo'sh. Asli qoidani bilish lazım. Futuhatdan boshqalarni musulmon bo'lsangiz musulmonlarni u qoida, u vaqtda ayrim kiramiz. Shuni deganimiz. Endi biz musulmonlarning bir vazifamiz bor. U o'g'an bo'lsin, payg'ambarimiz aytgan bu dinni insoniyatga eng sog'lom, eng go'zal shaklda to'g'ri yo'linish bilan o'z holiga yetkazish deb aytdi. Biz boshqalarga bu din yetkazimiz deydiganmiz, boshqalarga zulm qilib turib, adolatsizlik qilib turib, xo'rlab turib, bo'zaq qilib turib, bo'yniga dastlab turib yetkazolmaymiz. Hech kim qabul qilmaydi. Agar qabul qilib qolsa, u munofiq bo'ladi. Ya'ni bugun musulmon bo'lsa aytsa, yeni bo'ladi. Xo'sh. Shunga bizim o'zimizning vazifasini bilish lazım. Shun qaysi bir boshqa insonlardan birisi musulmon bo'lsa, u bizning qarindoshimiz. Biz u vaqtda huquq, majburiyat uning bilan barobar. Endi qabul qilmadi. Bir yer da'vat qildik, islom yetkazib qabul qilmadi. Qabul qilmagan bo'lsa, u bizga zulm qilmasa, dushmanlik qilmasa, islom da'vatini bozor selishga to'sqinlik qilmasa, insoniy qarindoshimiz. Uning bilan bizning uning bilan bo'lgan aloqamiz tinchlik aloqasi, o'zaro yaxshilik qilish, yaxshi o'tash aloqasidan iborat. Buning dalili bormi? Dalili bor Qur'on Karim. La yanhaakumullohu anillazina lam yuqatilukum fid-din va lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum va tuqsitu ilayhim innalloha yuhibbul muqsitin. Sizlarning dininglar chaqilmagan, dininglarni chaklamagan, sizlarning vataninglarni besib olmagan, mustamlik qilib olmagan, bulang talan qilmagan, yoki qanday siz amalliqinglarga daxl ta'riz yetkazmagan insonlar, davlat yoki bir millat bo'lsin, ularga tabarruhum yaxshilik qilsan. Birining mas'uliyati eng yuksak darajada. Yaxshilik qilsanlardan cheklamaydi. Ishni adolat tarozisi men kofir deb qarab o'tmay, musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, ish to'g'ri ma'nish lazım. Qiz odil bo'lish lazım deb mizonning tarozisida odil ish qilsanlar bu dinimiz cheklanmaydi. Balki nima bo'lsa,
Allah Taala yaxshi ko'rgan shu yo'q bo'lmoqsi endi. Dinning ko'rsatmasi bu dedi. Demak, bizga dushmanlik qilgan, zulm qilgan, tajovuz qilgan, to'sqinlik qilgan, buning yo'li ayrı. Ammo dushmanlik qilmadi, ziyonkashlik etmagan kafir bo'lib qolsa, uning bilan bo'lgan munosabat tinchlik munosabati va da'vat qilish munosabati. Urush munosabati emas. Ammo oshqullarning deydigani asli qoida kafirlar bilan bo'ldigani urush qilish. Nada urush qilishni işte. Xato o tasavvur. Oyat ekil to'g'ri edi. Lekin u oyat ularning ishlatgan bo'yinda kelgan oyat emas. Ya'ni jang maydonida, ya'ni sizlar zulm qilgan, tajovuz qilayotgan, zulm qilayotgan, dushmanlik qilayotgan, u kafirlar qarab turgan masala. Ammo tinch yashaydigan kafirlarning hukmi ayrim. Bundan boshqa necha oyatlar bor. Masalan, va qatilu fi sabilillahi allazi yuqatil. Jangni kim bilan qilsangiz yuqatilakum. Sizlarga dushmanlik qilayotgan, zulm qilayotgan, tajovuz qilayotgan mavla bilan qilsizlar dedi. Boshqalar sizlar dushmanlik qilsin, yana oshqullik qilmanglar dedi. Va la ta'tadu dedi. Axloqinglarni yo'qotmang, musulmonlik axloqinglarni dedi. O'zinglarning boshqalarga bir o'lga, bir inson ekanligingni, ma dunyoga kelishda vazifangni borlig'ini unutib qolmanglar va la ta'tadu dedi. Biz bu vaqtda keyin to'xtalaydi. Bu ikkinchi nuqta, insonparvarlik, o'tirganlikni. Üçüncü, sohbet ötkizish ruhini aşırış. Bu aşqullıqni hal qilishdan ki çarlarına birisi sohbet ebberiş. Çünkü sohbet ebberiş orni yumuştudu. Hem fikir münasebet o'rnatishga bir sharoit hazırlaydı. Shundaqlam qarshi tarafga bu fikrning faqatlam bir taraflam bo'lmaydiganligi, har xil bo'ldiganligi haqida tasavvur bir, tushuncha bir. Çünkü mininglar masalasi bu yerda sohbet ep bağın olan bo'lmaydi. Enin kendin başkalarının sözü, delili, göz karış doğru olup qalsa, onu kubul qilish ruhini bu yerda sohbet arqılı yetildirib olgani bo'ldi. Bu sohbet ep bağınca mininglam to'g'ri edi, senin xato deydigan bu illatdan, bu mustabid diktatorlikdan qutulgani bo'ldi. Bunun ayetten bir misal alsak, Allah Teala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a hitap qilib, ayetden başı kul, ahirinde ise ve inna eviyyakum la ala huden aw fi dalalin mubin. Saba suresi 24. ayet. Peygamberimiz hitap qilgan ayette, Peygamberimiz müşriklar bilan sohbet ep bağan, ya münazir ep bağan bu sorunda neyse, sen ulardı. Biz bir sohbetleşeyle, fikirleşeyle, münazir qilaylik. Bu arqalık ya bizden doğru yolda ekanligimiz yoki sizlarning to'g'ri yo'l ekanligini oshkorlasin. Meydan kelinglar deb chaqog'im dedi. Shu musulmon suhbatdan qo'rqmaslik lozim, munozirdan qo'rqmaslik lozim. Ammo suhbat ilmiy bo'lish sharti o'ydi. Ilmi bo'lmagan chaqda og'zi bezaplik, axloqsizlik, mutahamlik bilan o suhbat bo'lmaydi. Ya'ni bu oyat Peygamberimiz kitap qilgan oyat musulmonlar, ey musulmonlar, boshqalar sizlar chaqiringlar suhbatga. Munozirga chaqiringlar. Munoziranglar ilmiy bo'lsin. Biz haq yo'lda bo'lgan ekan, deplam turmayman. To'g'ri, haq yo'lda sizlar. Qanoatinglar bor. Ammo boshqalarga mushni uqtirish uchun, his qildirish uchun anglash fursati, suhbatlash fursatini yaratib beringlar deb buyuryapti. Şomuş 3 türlük amil, göz qarash tushunchaning turlik bo'lganligi ishonish, insonparvarlik ruhini tiriltirish va suhbat ebberish bu o'ttirhal muhit shakllantirishdan ki amillarning birisi. Bundan boshqa nechilan amillar vaqt munosabat bilan mush 3 amil bilan kifayat. Köpten köp rahmet hakikaten programımızın vaktini to'shib eshib ketdi biraz uzrab. Mana ayet tafsiri tushundirish bo'lgan rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib 85-sonimiz bugun mishada. Bekitliga vaqtni biraz oshirdik, ammo tafsilini aytib ro'shan tushundirish bo'ldi deb qarayman. Inshaalloh Rabbim bu shaklda har bir masalalarni to'g'ri tushunishga nasib qilsin. İnşallah başka gap qildigan muqammada oldimizdagi sanda Rabbim ömür basi ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.